Salom Premium Cola. İftorlik uchun ayni muddao +mi saytida qopqoq ostidagi kodni skanerlang. Makkaga sayohat va boshqa qimmatbaho sovg'alarni yutib oling. Ramazon lahzalarini Salom Premium Cola bilan kashf eting. Assalomu alaykum o'rtoqlar, Noir Nabiyev YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarni meni kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun Noir oshxonasi va bizning mehmon bu Mubi. Hop, Mubini bizning YouTube'imizda bitta shart bor. Noir oshxonasida ichkariga kirib, maksimal arzon narxga olib chiqish kerak bo'ladi mahsulotlarni, savdolashib, keyin ovqat qilib berishga to'g'ri keladi. Savdolash eng qo'rqadigan narsam o'zimman, sotsiofobman, odamlardan qo'rqaman. Savdolashish. Mana bugun ko'ramiz. O'zim vobshe Mubi ovqat qilishi shaxsan menga qiziq. Agar sizlarga ham qiziq bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lib, oxirigacha kuzatib turinglar. Ketdik. Nechta pul berasiz? Voy, men pul berishim kerakmi? Bo'lmasa savdolashimga qo'ya qoling. O'zim rasxod qilaman-ku. Men o'zim olib beraman narsalarni. Savdolashim shartmi? Siz shuni savdolashtirasiz. O'zim pul qo'shsam bo'lmaydimi? Yo'q. Nimalar qo'shmoqchisiz mastabaga? Eng qimmati o'zi bu ovqatda go'sht. Qolganlari nomdor. Nimadan boshlaymiz Mubi? Kartoshka, piyoz, kerak, pomidor. Piyoz, kakraz mana hozir o'ng qo'limizda kirish bilan kartoshka, piyoz bor. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tak, bizga 3 ta dona kartoshka. 3 ta dona kartoshka yetadimi? 3 ta piyoz bering. Keyin sabzi bering, 2 ta. Hozir Mubini savdolash menga qiziq. Birinchi bozorga kirib keldik. Qanaqa savdolashadi? Hozir ko'ramiz. Pomidor 2 ta bering. Bitta kichkina chesnok kerak. Bunaqasi bor. Yo'q, mana bunaqa. Men achoyi yomon ko'raman. Unda solamiz, ham. Tak. Ikkita bering. Bu ham kerakmi? Ha. Bolgarskiy. Men solaman. Zo'r chiqadi. Yo'q. Menga ishoninglar. Rosa qiziq omalarga. Oxirida masala qanaqa chiqadi? Nech pul bo'ldi? 53 ming bo'libdi. 50 ming bering, yana ham. Bo'ladimi? Yo'q, mendan so'ramang. Yana o'z savdolashib bering o'zingiz chiroyli qilib. Yana ozgina tushib bering. Unaqa savdolashmaydi-mi? 43 ming bering. Ana! 40 ming beraylik. Uyalib tushib berishar ekan. 45 ming normal. Bularning ham tirichligi bor. Nima olamiz endi? Endi grunch kerak. Rahmat kattakon. Grunch? Gurchmi? Nima? Grunch? Ris kerak, короче. Gurch. Grunch. Voy. Grunch bo'lmaydi, gurch bo'ladi. Ris kerak, keyin go'sht kerak. Assalomu alaykum. Bu gurch deyiladimi, guruch deyiladimi? Guruch. Ana. Voy. Tirin. Voy, siz grunch dedingiz. Grunch. Grunch dedim. Grunch dedingiz. Videoda ko'rasizlar. Da, videoda ko'rasizlar. Grunch. Necha kilo emas? 300 gram bering. Uchni ham tushirmasak kerak. Bilmadim, endi so'rab ko'ring, shu beraman. 4 ming qilib bering, iltimos. 4 ming o'zi beraman. Voy, rozvordingizmi aka sirazi? Bo'ldi, qop 4 ming beramiz. Ana aka. 4 ming so'm yo'q, o'shanisini ham rozi bo'laman. Mayli, qop, rahmat. Ana zato tushib berdilar, to'g'rimi? Marketing qildilar, dedi yo'g'ida. Priprava kerak mastavaga. Keyin tomat kerak. Mastavaga priprava. Mastavaga qanaqa pripravalar solinadi? Har doim so'rayman, shu mastavaga priprava beringlar deb. Qanaqa solishimni bilmayman. Nech pul bo'ldi? 15 ming bo'ladi. Chi beringizmi? 5 ming. Shuni 9 ming qilib bering xataba. Kam ta'minlanganlarga. Kam ta'minlar. Voy, pul bermasangiz ham bo'ladi, deyapti. Ha, rozimi? Rozimisiz? Rostdan. Hoppa, ana bola bu editga ishlayapti. Mubiga tekinga tuz bilan murch berib yubordim deydi ertaga. Mubi qiylanib qoldi degandir, men bola ham. Kim? Mana ko'rishing. 9 ming qilib bering turibman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bizga mastavaga go'sht kerak edi. Mol go'shti, qo'y go'shti. Mol go'shti. Mol qancha? 400 gram bering.
Necha pul qilib berasiz? 55 ming beravering. Zo'r joyini kesib. Beravering aka. Sal tushib bering, aka. 54 ming. ming. 54 ming. Mingsim emas, qancha? Ana. Katta rasmni aytadi. Bugun meni uyaltirib o'ldiryapsiz. Mingsim bo'lmaydi lekin. Kichkina yog' bormi? Necha pul? 25 ming. Nom chiqimmi? Yog'lar oshib ketdimi hozir? Voy, bilmadim. Faqat Dubayda yuribsiz yo'q. Men Dubayga bir marta borganman. Necha pul qilib berasiz? 25 ming bering. 20 ming dedingiz o'zi. 25 ming, 25 sotaman. 15 ming beramiz. 16 ming keladi. O'zi 16 ming kelar ekan. To'g'richilik. Mana aka. Rahmat. Charchamang. Guruch hamma narsa oldik-a? Hop, guruch oldik, yog' oldik, guruch oldik, piyoz, sabzi, Tomat. tomatlar u naryoqda bo'ladi. O'rtoqlar, biz Mastavaga bozorlik qilib oldik. Ana endi hozir oshxonaga borib, Mubini qo'lidan mastava ichamiz. Ketdik. O'rtoqlar, mana biz oshxonaga ham kelib oldik. Mana hozir birin-ketin endi mastavani tayyorlashni Mubi bilan boshlaymiz. Mubi birinchi nima bilan boshlaymiz? Birinchi hammasini tozalab olamiz. Hammasini tozalab olish kerak, to'g'rimi? Choy kerak. Mubinaxon, oling. Yo'q, birinchi yuvib olish kerak kartoshka. Yo'q, keyin yuvaman. Oling. Endi paket kerak. Paket kerak. To'zirab qoldingmi? Qarab turibdi, yalvonman. Bemalol ovqat qilib. Paket tayyor mana. Hop, kartoshkani tozalab olamizmi? Bugun mobil o'g'lini qo'lidan mastava ichamiz. Albatta men hozir ro'zaman. Endi iftorligiga bilmadim. Qanaqa ovqat yeyman. No yaxshi chiqsin. Zo'r chiqadi. Sizlar menga ishoninglar. Zo'r chiqishi uchun o'rtoqlar like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Hozir o'zida. Обязательно. Bilsanglar, Mubi muzikal aytib yuradi, to'g'rimi? Qachon yangi qo'shuv? Men ancha bo'pti qo'shuv chiqarmaganingga. Endi hozir men o'zim aytib chiqmoqchiman. Duetsiz o'zim aytib chiqmoqchiman. Shular ham tayyor. Ha, yo'q-e? Da, shular ham tayyor. Hop, ozgina joyini bo'lsa ham Yo'q. Mumkin emas. menga Mubini joylar yoqadi. Alloh deydi-yu. Qani o'shani bitta originalni eshitgim kelyapti hozir Mubi. O'ylayapsan, что man san orqangdan yuguraman. Jonim, men dash kech qolganimda ham yugurmayman. Voy o'zingizdan aynani, sevishingizni ko'ringlar. Buni faqat bilamiz, to'ldirilgan deb bilmang. Jon, menga paymedan pul tashing. Yo, uchta tekshir. Alo. Tezroq bo'lsin deb qarashaverman deb o'rtoqlar noto'g'ri tushunmaysizlar. Qornim yomon ochib ketgan. Hali lekin ancha vaqt bor iftorligiga. Soat necha bo'ldi? Voy, 5:52 bo'ldi. Men xayolimda soat 4. O'zim ham kech qolishni yomon ko'raman. Yo'q, kech qolmayman. Bugun bankda ozgina problemalar bo'lib qoldi menda. Nima bo'ldi bankda? Qanaqa problema? Kartam Vyetnamda qolib ketgan. Nomerim ham qolib ketgan boshqa. Короче, yaxshi. Har doim tirnoqda yurganim uchun ro'zaga tirnoqimni oldiruvdim, unaqa bo'lyapti. Qiynalyapman hozir. Tirnoqsiz maza emasmi qaytanga? Yo'q, o'rganganman endi. Men nechadir yillar bilan tirnoq. Nimaga ro'zada tirnoq qo'ymadingiz yo'masam? Ro'za tutyapman. Ne qilyapsiz? Bu yaxshi. Ro'zadorlarga bo'lgan Mubinaxonni hurmatida bu. Nima degansiz ro'zadorlik mana. Men kofirga chiqarib tashlayapsizlar. Voy, qachon kofir dedi? Ro'zadorlar bo'ladi, mana ochiq kiymayapsiz, to'g'rimi mana? Qachon uchun kiyinganman? Ozgina kalta kiyaman, bo'ldi. Vaqtda lekin montajyorim, mana men hozir qiladigan montajyor Mubinani ashaddiy kuzatadigan muxlisi. Misol, ochiq kiyingan rasmdan qo'yib yuborsa xafa bo'lmaysizmi? Ro'zada unaqa ishlar qilmanglar. Mubinada tan olish narsasi yo'q ekan, mayli. Har bitta gap topilib turar ekan. Bu Mubinaxon, birinchi qilgan ovqatingiz qanaqa bo'lgan? Birinchi makaron qovurganman. Necha yoshingizda qilgansiz? 3-sinfdan shunaqa edim. Buvim bilan. 3-sinfda. Seriozno, 3-sinfda ovqat qilganmisiz? Da, buvim o'rgatganlar. Mana qanaqa ovqatlar qilishni bilasiz? Sanab bering. Masavat.
Masalan, boshqa narsani bilmayman dedi. Mana makaronni bilarkan, boya yo'lda Нет, kelyapti. makaron bilaman, Osh. osh qilishni bilaman. Ha, osh. Kartoshka qurish. Aha, kartoshka o'rash. Go'sht bilan, to'g'ri. Da, bilaman. Men bilmayman, oson ovqat qilish. Ne vahima qilishadi, ko'pchilik tushunmayman. Ovqat qilishni bilasanmi deb. Oson narsa yo'q, qila qo'ysanglar. Oxirida ko'ramiz qanaqa ekan ovqat qilishni. Toza karilaman lekin. Lekin rostdan akkurat ishlayotgan o'rtoqlar. Ko'rmadinglarmi? Nimani? Kartoshkani tozalaganimni qanaqa ingichka. Tayyorlanib keldim. Qani? Mana. Mobil Loloni kartoshka archishi, u ingichka. Eng qalinini olibsiz. Va bundan ham Yomon bu noqulay pichoq ekan, tak undan ham ingichka. Yo'q, atak yaxshi, normal mashina o'zi ham. Chotki. Buni postini qanaqa olamiz? Nega ko'pchilik o'zi olmaydi, men olaman. Qanaqa olinadi? Qaynatib oling. Qaysidir muzikangizni boshdan oxirigacha yodlaganmisiz? Voy, konsertlarda ham esimdan chiqib qoladi meni inakda. Oy, seriozmi? Odam esdan chiqib qoladi. Ashlayotganmisiz? Yo'q. Bilmaysiz. Voy. Jonli aytadiganlarchi. Ular nima, ha? Men ham jonli aytaman. Qani bitta jonlidan bo'lsa, Mo'minaxon. Inakda aytaman-da, jonlida. Inagida, mana mashta ham bir inagida bo'lib qolsin. Men uyalaman. Intervyuda ham kameradan qo'rqaman, odamlardan qo'rqaman. Qanaqa bloger bo'lganman bilmayman haligacha. Endi Mobil Lolodan muzika eshitamizmi? Давайте. Davay, ana endi eshitamiz. Qora yoyilgan soch, qora ko'yni, haroratashadi taqqanimda ko'zayni. Bu chala modellarga bo'laman norni, chunki bilishadi mobil Lolo olovda. Bo'ladi joygacha. Ne sizlar xos. Voy, pichoq o'qtalib bo'lmaydi. Hamma joyda. Juda ko'p suvda qolib ketdi qaynab bo'lgandan keyin. Voy, turursan, dedingiz-ku o'zingiz. Yo'q, boya aytdim-ku, undan keyin oldingiz deb o'ylayman. Voy, nima bo'ladi endi bu yog'i? Mobina? Postini olib tashlang. No necha o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Ha, shunaqa bo'lishi kerakmi? Da. Postini olamiz o'rtoqlar. Bu shartmidi, postini shilish menimcha bilmadim. Naturalniy tomat bo'ladi-da. Mana, bo'ladimi? Bo'ladi. Bo'ladimi? Lekin ovqat pishishini tezroq kutyapman. Bo'lib qoldimi? Tayyor bo'ldimi? Xo'p, buni to'g'ri bo'lganingizdan keyin nima qilamiz? Aslında o'sha bo'ldi-da, keyin shuna soriladi. Aslında shu to'g'ri olish bunga juda maydalarni to'g'lanadi. Keyin qanchada pishadi? Shu yaxshilab qovurib olinadi. Keyin suv solinadi. Suv qaynab chiqqan past salov qilib qo'yiladi. Qaynab chiqqandan keyin guruch solinadi. Bu guruch 15-20 minut turadi. Bo'ldi, keyin pishadi. Da, bu eng asab o'ynaladigan narsa shu maydalab to'g'rish kerak bunga. O'shanda shirin chiqadi. O'zi mana hobbilaringiz qanaqa? O'zi nima bilan ko'proq shug'ullanasiz? Zalga chiqaman, shu syomkalarga chiqaman. Tak vaqtim yo'q-ku. Nodir bilan shug'ullanish. Hayot zerikarli emasmi, faqat zal? Yo'q, nimaga zerikay? O'rtoqlarim bilan ko'rishaman, syomkalarim bor. Mana o'tdi-ku kunim. Yashab yuribman. Просто men sizni to'g'risi sho'x qiz, har doim движениеda yuradigan, nimadir bilan shug'ullanadi. Yo'q, ko'pchilik shunaqa deb o'ylaydi. Mendan spokойный qiz yo'q bu dunyoda. Tak, qarang, guruchni bunga soling-da, keyin gaplashamiz. Ha. Keyin men buni unga solaman. Ovozni o'chirib turing deb vaqtida. Yo'q. Olib beravering, с tarafda-da. Как раз zaодно yuvamiz-ku buni, guruch. Shunga. O'rtoqlar, masalliqlarni biz уже qozonga solishni boshlayapmiz. Mobil Lolo hozir bizga master-klass ko'rsatadi, master qilish bo'yicha. Agar to'g'ri qilayotgan bo'lsa, kommentariyaga to'g'ri deb yozib ketinglar. Agar noto'g'ri qilayotgan bo'lsa, U hamma noto'g'ri. har xil qiladi. Qalampirchani sovuraman, keyin go'sht solaman, keyin piyoz solaman, keyin kartoshka, sabzi ketaveradi u yog'i. Yaxshilab qovurib olganimdan keyin, qizargandan keyin suv solaman. Xo'p, bo'ldi.
Nimaga birinchi go'sht solinadi aytaymi? O'zi mastavaga. Piyoz solsang, suv chiqib ketadi-ku. Yog' qolmay qoladi, keyin go'sht qizarmay qoladi. Piyoz suv chiqib ketadi. Shuning uchun birinchi go'sht solaman. Men rostdan anaqa YouTube'danmi, qayerdandir ko'rib qilasiz deb o'yladim. Yo'q, bilaman. Qiyin narsa emas-ku. Nimasini ko'raman buni YouTube'dan. To'g'ri olib ketma-ketin solinadi. O'rtoqlar, shuni bilib olinglar, mobil lolo ovqat qilish qiyin deb biladigan qizlardan emas ekan. Men jaydari qizman. Hidi zo'r chiqyapti lekin. Guruch qachon solamiz? Qaynagandan keyin suv. Endi suv kerak bizga. Soling. Hammasini. Ha? Bo'ldi. Endi u qancha turadi? 20. Yo'q, qanaqa 20 minut? Qaynab chiqsa shunaqa qilamiz. Guruch solamiz. Da. Bo'ldi o'rtoqlar. Qaynab chiqquncha biz guruch yuvib turar ekanmiz. Ovqatimizni qopqog'ini yopib. Hop. Ovqatimiz qaynab chiqdi. Hozir endi unga nima solamiz? Guruch solamiz. Guruch solar ekanmiz. Guruchni где-то man 6 marta yuvdim. Qancha ko'p yuvsa shuncha yaxshi. Oqarib qolmaydi ovqat. Bo'lmasa guruch rangi chiqib, ovqat oqarib qoladi. Qorong'ishib ketdi o'rtoqlar. Mana iftorlikka 2 soat 2 soat bo'ldi iftorlik og'iz ochilganiga, lekin bizning ovqatimiz hali ham tayyor emas. Bu kim aybi bilan ovqat tayyor emas? Menimcha sizniki bilan bo'lsa kerak. 1 soatga ish olib kelasiz. 1 soat emas, 35 minut. Ovqatimiz shirin chiqsa bo'ldi, eng muhimi. Da. Mubinaxon. Zo'r. O'rtoqlar, bizning mastavamiz va nihoyat pishdi. Endi Mubinaxon buni suzib oldimga olib kirasiz, men to'p turaman. Mayli. Mubinaxon, olib keling ovqatingizni. Xo'p, datosh. Qarashoringmi? Ha, shafaflik kim bo'ldi? Keling, qarashoring. Yordam bering, datosh. Hop. Hop. Qani? Vo, ana. Lekin ranglari boshqacha chiqibdi. Hoppa. Ko'rinishi yaxshi. Qani, bismillah deb ko'ramiz. Ideal, na? Mazasi yaxshi. Lekin go'shtini bir kiyim chaynasam kerak. Gap bo'lishi mumkin emas. Men qoyil qoldim bu kinaga o'rtoqlar. Men bitta gap aytaman. Go'sht ham zo'r. Bunaqa ovqat qiladi deb o'ylamagan edim. Men bitta gap aytaman buni sizga. Oshxonamga kelgan uncha qizdan ovqat zo'r qildingiz. Da. Yana akkuratli oshpazlarga o'xshab ishlab qo'yishiga men bu binaga 5 ketdim. Prosta gap yo'q mastavasiga ham. Bochkanikidan qolishmaydi. Ana. Bu menga vaqtisi yoqar ekan. Menga yoqdi bu bina. Mayli, hazillashni sizlar. Baraka toping. YouTube'imga kelib berganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Yo'q demasdan. Agar sizlar ham videoni shu paytgacha ko'rayotgan bo'lsanglar, like bilan podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. O'rtoqlar, keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar, xayrlashib qo'ying. Всем пока.